Xo'p, assalomu alaykum, ekonomik ishqiboz obunachilari. Navbatdagi pechkamiz Navoiyga chiqib ketyapti. Xudo xolasa zakazlarimiz chiqib ketyapti. Biz o'sha aytib o'tganimizdek, original logotif tushirilgan pechkamiz. Hozir akalarimizga xalaq bermaymiz. Hozir video qilib olamizdik. O'shaning uchun akalarimizga xalaq bermaymiz. Xo'p, pechkalarimizdan boshlaydigan bo'lsak, kraska jarayoni turibdi. Kraskalar sepilib, logotiflari tushirtirilgan, hammasi hozir mana shu yerdan ustanovka bo'lib, bitib, tayyor bo'lib, konteynerimizga joylanadi bu narsa. Xo'p, listlari 208, o't yonadigan joyi 5.6, zaslonkasi, kuldoni, nagar tozalaydigan narsasi i kraskasi sepilgan tayyor holatda bo'ladi bu pechkalarimiz. Xo'p, konteynerimizda mana aytib o'tib ketganimizdek, konteynerlarimizga taklangan pechkalarimiz mana o'sha xohlagan aytgan pechkalaringda bor. Xohlasangiz Prasto deysizlarmi, Pollux deysizlarmi, Full deysizlarmi, 25 deysizlarmi, 20 ga 20 deysizlarmi, hammasidan bor. O'sha aytib o'tganimizdek, o'sha logotif tushirilgan original pechkamiz bo'ladi. Eng qizig'i, buni yangilik qilib qo'yganmiz. Og'zi kattalashgan. Buni tagi cho'yan bo'lgan, cho'yan qilingan buni tagi. Oldingi pechkalarimizniki 8 li prut bo'lgan edi, og'zi ham kichikroq bo'lgan edi. Hozir buni og'zilarini kattalashtirib, tagini cho'yan qilib, chiroyli qilib qo'yilgan. Bundan tashqari full variantlari deysizlarmi, Prasto deysizlarmi, Pollux deysizlarmi, hammasidan bor. Hozir bu tapchanlari bo'ladi. Buni bemalol qo'yib ko'rsatib ham beraveramiz. Mana mashinasi Pollux bo'ladi. Tevasida reshotka bo'ladigan bo'lsa, full bo'ladi. Bunisini olib beradigan bo'lsak, Prastoga bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari kuldoni, zaslonkasi, keyin nagar tozalaydigan narsasi bo'ladi. Bunaqa nagar tozalaydigan narsasi bo'ladi. Hammasi komplekt bo'ladi bu narsamizni. Xo'p, o'sha aytib o'tganimizdek, 1200 gradusga chidaydigan kraskasi, hammasida kraska bo'ladi. Prastoyda ham, Fullda ham hammasi kraska bo'ladi. Bizda hammasi kraska bo'ladi. Undan tashqari Prastoy, Full deysizlarmi, Pollux deysizlarmi, hammasidan bor. Aytib o'tganimizdek 208 li list, o't yonadigan joyi 5.6, qolgan joylari 208 bo'ladi. Xo'p, to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring, chiroyli qilib yetkazib beriladi. Pochta xizmati ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar.